Zalga birinchi marta chiqqaningda nimalar bo'ladi? U yerda sendan oldin chiqqan professional ballarni ko'rib, ozgina duxingga ham o'tirasan. Keyin o'zingcha lat urmoqchi bo'lsang, u yerda ham professional ballar. O'zingcha meshog yurasan. Qo'lingni ham qayirib olasan. Senga zalga chiqish osonmi? Azalga chiqqaningga bir hafta bo'lgandan so'ng kelishlaring ham boshqacha bo'ladi. O'zingni professionallardek his qilishni boshlaysan. Barcha bilan so'rashib, meshog yurganda ham dadillik paydo bo'ladi. Qarashlaringda qandaydir deriski nimadir bor. O'zingga ishonch ortgan sari va mana bunday. Trener. Ha? Motor uryapti. O'rgatasanmi? Ya, просто travma bo'lganda. Bo'lmasam o'rgatma. Ya bo'l. O'zingga ishonch ko'payib ketgandan har xarda trenerga ham o'rgatib qo'yasan. Endi sen zaldan chiqib, o'zingni erkin his qilib mahallada xuddi o'zingnikidek yelkangni keng kerib yurasan. Mana bunaqa patsallarni ko'rgandan keyin bitta deriski qarash bilan ularni sirrazi uzr so'ratasan. Sababi sen bir hafta zalga chiqib qo'ygan bayessan. Ko'chada uncha-muncha senga yelka turtishga duxi yetmaydi. Duxi yetganini esa sirrazi aqlini kiritib qo'yishga harakat qilasan. Ularga sirrazi deriski qarab ha aytgancha, ko'chada sendan zo'rlari ham chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun zalga birovni urish uchun emas, faqatgina sog'lom bo'lish uchun chiqish kerak. Pak